Farg'onada baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 12-aprel kuni Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi kanalga Moskvich mashinasi tushib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Yozyovon tumanining Toshhovuz Mefeyeda hududidan o'qib o'tuvchi kanalga Moskvich rusumli avtomobil haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida tushib ketgani va amaliy yordam kerakligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarda asosan favqulodda vaziyatlar qutqaruvchilari aytilgan manzilga yetib borgan va avtotransport vositasi suvdan chiqarib olingan. Avtomobilda haydovchining o'zi bo'lgan. Holat oqibatida fuqarolarning tan jarohat olishi va halok bo'lishi qayd etilmagan deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.